Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Birinchi darsimizga xush kelibsiz. Birinchi darsimiz pozitiv gaplar haqida. Bilamiz, o'zbek tilida gaplar 3 xil tarzda bo'ladi: darak gaplar, inkor gaplar va so'roq gaplar. Keling, darak gaplar bilan boshlaymiz. Mana bu yerda bizda table bor. Table bu inglizcha so'z, o'zbek tilida esa jadval deyiladi. Bunda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Birinchisi bu subject. Subject bu ega. Ega aslida nima? Keling, bunga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ega bu gapning kim yoki nima haqida ekanligini bildiradi. Be, buni hamma bilsa kerak, ingliz tilidagi o'sha mashhur to be. To be 3 ga bo'linadi. Esinglarda bo'lsa, am, is, are. Bugun biz sizlar bilan am va are'larni ko'ramiz. Va phrase. Phrase bu fraza bir yoki bir necha so'zlardan iborat bo'lgan bir yoki bir necha so'zlar desak bo'ladi. Fraza deb ataymiz qisqagina. Xo'p, m mana bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, qisqartmasi m. Bunga tafsilroq keyingi slaydda to'xtalamiz. Hozir keyingi misolda ko'ramiz. I'm John. Men Johnman. I am 9. Men 9daman. You're a student. Sen talabasan. You are from the UK. Sen Birlashgan Qirollikdansan. Endi e'tibor qaratgan bo'lsanglar, bu yerda bizda qisqarib ketyapti. Qisqarish qanday sodir bo'ladi? Mana bu yerda am degan so'z bor. Qisqartirayotganda a o'chiladi va tepaga inglizcha apostrophe deb nomlanadigan belgini qo'yamiz. I am shu tarzda I'm ga o'zgaradi. You are a harfini o'chiramiz va tepaga apostrophe belgisini qo'yamiz. You are shu tarzda your ga o'zgaradi. Endi bularning talaffuzi ham har xil. Keling birgalikda talaffuz qilib qaytarib ko'ramiz. I am, I'm. You are, your. Bunga batafsilroq misollar ko'radigan bo'lsak, bular mana bu yerda. I am a teacher. Men o'qituvchiman. I'm a teacher. I am from Uzbekistan. I'm from Uzbekistan. Bu men O'zbekistondanman degani. I am 6. I'm 6. Men 6daman. You are a teacher. Sen o'qituvchisan. You're a teacher. You are from Uzbekistan. Sen O'zbekistondansan. You're from Uzbekistan. You are 6. Sen 6dasan. You're 6. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Buni nimaga qisqartiryapmiz? Qisqartirmasdan mana bu tarzda aytib ketsak ham bo'larkan-u. Ha, bo'ladi. Bu ham hech ham xato emas. Lekin inglizlar o'zaro suhbat qilayotganda mana bu qisqartirishlardan juda ham ko'p foydalanadi. Va shuning uchun buni bilib qo'yganingiz yaxshi. Endi negativ, inkor gaplarga o'tadigan bo'lsak. Negativ not qo'shimchasi qo'shilgan tarzda hosil qilinadi. Not bu yo'q degani. Misol uchun mana I'm not John. Men John emasman. I am not 9. Men 9da emasman, ya'ni 9 yoshda emasman. You aren't a student. E'tibor qaratgan bo'lsanglar, notda qisqartmasi mana bu tarzda hosil qilinadi. You aren't a student. Sen talaba emassan. You are not from the UK. Sen Birlashgan Qirollikdan emassan. You are notda qisqartirishda ikkita usuli bor. Bu birinchisi you aren't, ikkinchisi you're not. Biz qaysinisidan foydalanamiz? Mana bundan ko'proq foydalanamiz. Ikkalasi ham to'g'ri. Xo'p, keling bularga batafsilroq misollar ko'ramiz. I am not a teacher. Men o'qituvchi emasman.
I'm not a teacher. I am not from USA. I'm not from USA. I am not six. I'm not six. Men oltida emasman. You are not a teacher. You aren't a teacher. You are not from Uzbekistan. You aren't from Uzbekistan. You are not six. You aren't six. Shu kabi. Endi so'roq gaplarga keladigan bo'lsak, ular juda ham oddiy. I am I, you are you. Ya'ni e'tibor qaratgan bo'lsangiz, bu yerda bizda subject bilan be o'zgaryapti. Keling, buni misolda ko'ramiz. I am a student. Men talabaman. Am I a student? Men talabamanmi? You are a student. Sen talabasan. Are you a student? Sen talabasanmi? Buning jadvalda ko'rinishi xuddi shunday. Be, ya'ni to be, am, is, arelar birinchi keladi. Undan keyin subject, ega. Undan keyin fraza keladi. Am I John? Men Johnmanmi? Are you from the UK? Sen Birlashgan Qirollikdanmisan? Endi bunga misollar ko'ramiz bu yerda. I am a teacher. Savol qiladigan bo'lsak, am I a teacher? Men o'qituvchiman. Bu yerda esa men o'qituvchimanmi? I am from Uzbekistan. Men O'zbekistondanman. Endi men O'zbekistondanmanmi demoqchi bo'lsangiz, am I from Uzbekistan? I am six. Am I six? You are a teacher. Sen o'qituvchisan. Are you a teacher? Bu nima degani? Sen o'qituvchisanmi? Yoki sen o'qituvchimisan? You are from Uzbekistan. Are you from Uzbekistan? You are six. Are you six? Mana shu siz bilan bo'lgan ilk darsimiz edi. E'tiborlar uchun rahmat katta.